bo'lsa majbur bo'lib qoldim chiqishlikka. Avvalo odam degan nomga munosib bo'lishimiz kerak edi. Lekin boshqaruvdagilarda hammasi odam degan nomga noloyiq bo'lganligi uchun shu chiqishni qilishga majbur bo'ldim. Hozir endi boshdan qo'limda bor bo'lgan hujjatlarni, menga bo'lgan haqlilarni ko'rsatmoqchiman ijozatlaringiz bilan. Mana shu xonadon pasportini turmushimni mobaynida 3 marta berilgan qo'shaloq xonadon pasporti mashinasi. Buni mufassal yozilgan arizaning ichida qaysi paytlarda berilganligi, shu 3 marta berilgan xonadon pasporti mana boshlangan vaqtida ham yozilmagan, tamomlagan vaqtida ham yozilmagan. Lekin ichki ishlarda aybi bo'lganligi uchun mana ichki ishlarda vazirligiga shu narsani jo'nataman ko'rilgan yo'q. Ichki ishlarda vazirligiga jo'natganligim haqidagi pochta qog'ozi mana pechati bilan turib ichida. Bu birinchi beti bo'lsa mana ikkalasiga bir xilda qilib yozganman. Shu betlariga qaysi betlariga nimalarni yozgan bo'lsam bu daftarga, narigisiga ham shu narsalarni yozilgan. O'rta ma'lumotli bo'lganligim uchun bilimim yetganicha o'zim bilgan, boshimdan o'tgan musibatlarni, menga bo'lgan nohaqliklarni yozilgan mana. O'zim yozgan joylarim mana ular. Mana bu tarafida ham qo'yib qo'yilgan ba'zi bir ehtiyojlarga qolganlari kamidan to'lovlar yozilgan ekan, ular shartlar endi. Asosiy muhimi boshqa jiddiy masalalar. Mana shu 44 betdan iborat bo'lgan mohiyatni aytiladigan murojaatim bitta yozganman. Mana FYP sudiga 9 marta sud bo'lib, birinchi boshlang'ich birinchi instansiya 2016-yil Hamidov tarafidan bo'lgan. Ikkinchi boshlang'ich birinchi instansiya sudi 2018-yil Mamajonov tarafidan bo'lgan. Uchinchi boshlang'ich birinchi instansiya sudi 2019-yil 26-iyulida Rasulov tarafidan bo'lgan. Uchinchi boshlang'ich 3-instansiyaga quyidagicha apellyatsiya yozganman deb boshdan apellyatsiyalarni, kassatsiya, boshqa shikoyatlarim yozilgan. Bunisi O'zbekiston Diniy qo'mitasiga yozgan murojaatim. Shu 44 bet murojaatni orqasiga 9 bet yozganman, yodimga tushganlari deb. Bunisi Mirziyoyev o'ziga, prezidentga yozilgan murojaat. Buning ichida 24 bet FHDOga bergan arizalarim, hamma javob xatlari bor. Bu birinchi instansiyani mana bitta pechat turibdi. Farg'onada pechatda ko'rilgan 17 beti qolgan edi. O'zi aslida bu 22 bet edi. Departament pechat. Yana shu bo'lgan fayl qilib tortib olganim. Bularni hali yo'qdan qonunga muvofiq yo'li bilan yo dinga, yo musulmonchilik idora tursin qonunga sig'adigan yo'li bilan mani haqimga ko'rgan yo'q bu jinoiy ishlarni. Rasmlarda 3-chi boshlang'ich instansiyaning sudini 2 betlik ariza berganman. O'sha arizani ham rasmini olib turib ilova qilib jo'nataman. Mana shu tasvirda ko'rinayotgan joy va NCHS uni ro'parasidagi metan zapravka. Mana shu yerda xuddi mana shu yerda
menga berilgan 1 gektar 19 sotik yerni qarori hozirgacha kelgani yo'q. Bu yer menga 2000-yilda 23-fevral kunisi meni nomimga qaror chiqqan. Lekin ashi axlatxo'r, haromxo'r bo'lgan ifloslar o'zlashtirishib, mana shu do'konda nariyog'ida hozir mana shu kichkina uydan keyingi 1 gektar 19 sotik yer menga berilgan yer. Xuddi mana shu joyda 2014-yili yo'ril sharbatini sotib o'tirgan paytimda bir guruh snayperchilar kelishdi, o'rab olishdi. Shu yerda meni tergov qilishgan. Hech narsa yo'q. Mani hech nimadan xabarim bo'lmagan. Boshqalar tuhmat qilishib menga, nomi qora qilishib meni nomimni. Qanaqadir endi boshqa noloyiq bo'lgan ishlarni ruscha qilib aytganda жестокий изнасилование bo'lgan xotinga hayvonlarga qo'shib tarqatishgan o'sha paytida 2014-yilda. Prezident keldi o'sha yerga. Mirziyoyev keldi. Davlatni hukumat rahbarlari, davlat arboblari hammasini guvohligida Mirziyoyevga aytgan edim. Shavkat aka, menga 2000-yilda ro'za paytida yarim kechasi xalqimni bulg'ashdi kirib, shularni topib qo'l oyog'ini baylatirib bering deb aytganman. Hozirgacha meni talabimni qondirgan yo'q.